Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men 75 yoshdan oshganlar, ayniqsa pensionerlar uchun sentyabr oyida juda muhim bo'lishi mumkin bo'lgan moliyaviy masalani tushuntiraman. Ko'pchilik odamlar pensiya puli kartaga tushishini kutadi, lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, qayta hisob-kitoblar, kompensatsiyalar yoki imtiyozlar borligini bilmay o'tkazib yuboradi. Mana shu sababli bu ma'lumotni oxirigacha eshiting, chunki bu bevosita sizning oylay budjetingizga, doriga, kommunal to'lov yoki kundalik xarajatingizga ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga vahima tarqatmasdan oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar sentyabrda qo'shimcha pul olishi mumkin? Kimlar kutmasligi kerak? Qaysi holatda ariza berish zarur? Qaysi holatda pul avtomatik tushadi? Va eng muhimi, nimani tekshirmasangiz o'zingizga tegishli mablag'dan bexabar qolishingiz mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka aynan vaqtida kerak bo'ladi. Avvalo bir narsani aniq aytib qo'yay. Sentyabr oyida X5+ pensionerlar uchun yoqimli moliyaviy kutilmagan sovg'a deganda men hamma pensionerga bir xil miqdorda pul tarqatiladi deb aytmayapman. Hayotda ko'p chalkashlik shundan kelib chiqadi. Kimdir qo'shnisining pensiyasiga qo'shimcha tushganini ko'radi. Demak, menga ham tushish kerak deb o'ylaydi. Lekin pensiya va ijtimoiy to'lovlarda har bir insonning holati alohida ko'riladi. Ish staji, avvalgi ish haqi, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, kam ta'minlanganlik, yolg'iz yashash. Urush yoki mehnat faxriy maqomi, parvarishga muhtojlik, bank kartasi holati, hujjatlarning to'liqligi va boshqa omillar ta'sir qiladi. Oldin ko'p masalalar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Pensioner pensiya bo'limiga borardi. Ariza yozardi. Mehnat daftarchasini ko'rsatardi. Ayrim ma'lumotnomalarni korxonadan olib kelardi. Hujjatdagi bitta sana noto'g'ri bo'lsa ham hisob-kitob kechikardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni shuki, ayrim to'lovlar avtomatik aniqlanishi mumkin. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar elektron bazada sizning stajingiz, ish joyingiz, nogironlik maqomingiz yoki bank rekvizitingiz noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pul kechikishi yoki umuman hisoblanmay qolishi mumkin. Sentyabr oyiga kelib ko'pchilik oilalarda xarajat ko'payadi. Nabiralar maktabga boradi. Kuzgi dori-darmonlar olinadi, kommunal to'lovlar mavsumi boshlandi, bozorda narxlar o'zgaradi. Shu paytda pensionerlar uchun har qanday qo'shimcha 100 ming, 200 ming yoki 500 ming so'm ham sezilarli yordam bo'ladi. Shuning uchun men bugun aynan kutib o'tirman, tekshiring degan fikrni alohida ta'kidlayman. Asosiy qismga kimlar e'tibor berishi kerak va kimlar xavotir olmasligi mumkin? Birinchi navbatda 75 yoshdan oshgan ayollar va pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. O'zbekistonda ayollar uchun pensiya yoshi 75 yosh. Erkaklar uchun esa odatda oltindan yosh sifatida qaraladi. Lekin ayrim toifalarda imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa bo'lishi mumkin. Demak, 75+ deganda faqat allaqachon pensiya olayotgan odam emas, balki pensiya huquqi paydo bo'lishi mumkin bo'lgan insonlar ham nazarda tutiladi. Masalan, birinchi holatni olaylik. 76 yoshli ayol 30 yil ishlagan. Lekin mehnat daftarchasidagi 5 yil bir korxonada noto'g'ri rasmiylashtirilgan. U pensiyaga chiqqanda shu 5 yil to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Agar keyinroq arxivdan ma'lumot topilsa yoki ish staji tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Faraz qilaylik, uning pensiyasi 20 million 400 ming so'm edi. Qayta hisobdan keyin o'yiga 20 ming so'm qo'shilishi mumkin. Bu bir qarashda kichiklik tuyuladi. Lekin yiliga 20 million 400 ming so'm degani. Agar bu xatolik bir necha oy oldin aniqlanishi kerak bo'lgan bo'lsa, ayrim holatlarda o'tgan davr uchun ham farq to'lab berilishi mumkin. Mana shu pensioner uchun sentyabrda kartaga tushgan qo'shimcha pul haqiqatan ham kutilmagan sovg'a bo'lib ko'rinadi. Ikkinchi misol. 62 yoshli erkak pensiyada, lekin pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan. Ko'p odamlar o'ylaydi, men pensiyadaman, ishlaganim endi pensiyamga ta'sir qilmaydi. Aslida ayrim holatlarda keyingi ish faoliyati, sug'urta badallari, rasmiy daromadlar qayta hisob-kitobga sabab bo'lishi mumkin. Agar odam rasmiy ishlagan bo'lsa, uning ma'lumotlari tizimda ko'rinadi. Lekin ba'zan yangilanish kechikadi yoki ariza talab qilinadi. Masalan, pensioner oyiga 1 million 800 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, qayta hisobdan keyin 70 ming yoki 70 ming so'm qo'shilishi mumkin.
Bu ham har oyda non, dori yoki elektr uchun yordam. Uchinchi holat, yolg'iz yashaydigan pensioner, ayrim hududlarda yolg'iz keksalar, parvarishga muhtojlar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun yordam turlari bo'ladi. Bu yordam har doim ham pensiya nomi bilan kelmaydi. Ba'zan mahalla orqali, ba'zan ijtimoiy himoya tizimi orqali, ba'zan bir martalik moddiy yordam sifatida beriladi. Agar odam ro'yxatda bo'lmasa, mahalla uning holatini bilmasa yoki hujjati topshirilmagan bo'lsa, u yordamdan chetda qolishi mumkin. Masalan, 38 yoshli opa yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Dori xarajati oyiga 400 ming so'm. Agar u temir daftar, ayollar daftari yoki ijtimoiy yordam mezonlari bo'yicha o'rganilsa, unga bir martalik moddiy yordam yoki boshqa ko'mak ajratilishi ehtimoli bor. Bu ham sentyabrda kutilmagan moliyaviy yengillik bo'lishi mumkin. 4-misol, nogironligi bor pensionerlar, nogironlik guruhi o'zgarsa, tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi yangilansa yoki avvalgi ma'lumot tizimga kiritilmagan bo'lsa, to'lov miqdori ta'sirlanishi mumkin. Masalan, odam pensiya oladi, keyin sog'lig'i yomonlashib, nogironlik guruhi belgilanadi. Bu holatda u faqat asosiy pensiya emas, balki nogironlik bilan bog'liq imtiyozlar, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari yoki boshqa yordamlar bo'yicha ham huquqlarini tekshirish kerak. Ko'pincha odamlar meni hech kim chaqirmadi deb kutadi. Men esa ekspert sifatida doim aytaman, siz o'zingiz murojaat qilmasangiz, tizim har doim ham sizning real hayotingizni ko'rmaydi. 5-holat. Boquvchisini yo'qotgan oilalar. Agar pensioner turmush o'rtog'idan ayrilgan bo'lsa, ayrim hollarda boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq to'lov yoki pensiya turini tanlash masalasi kelib chiqadi. Har doim ham ikki pensiya bir vaqtda berilmaydi, lekin qaysi biri foydaliroq ekanini hisoblatib ko'rish kerak. Masalan, ayol o'z yoshiga doir pensiyasini olayotgan bo'lishi mumkin. Lekin vafot etgan turmush o'rtog'ining ish staji va daromadi yuqori bo'lgan. Ayrim hollarda hisob-kitob qilinganda boshqa turdagi pensiya yoki qo'shimcha imtiyoz ma'qulroq chiqishi mumkin. Buni taxmin bilan emas, aniq raqam bilan tekshirtirish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ish stajingiz oldin tekshirilgan bo'lsa, hech qanday yangi maqom, nogironlik, boqimandalik, yolg'iz yashash, bank kartasi muammosi yoki manzil o'zgarishi bo'lmagan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizga alohida yugurib yurish shart emas. Lekin shunda ham bir marta pensiya miqdori qanday hisoblanganini, oxirgi qayta hisob qachon bo'lganini va bank kartangiz faolmi yo'qmi tekshirish zarar qilmaydi. Asosiy qism 2 istisnolar. Yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p qiladigan xatolar eng katta xato. Qo'shnimga tushibdi, menga ham tushishi kerak deb o'ylash. Pensiya tizimida qo'shnining holati siznikiga o'xshab ko'rinishi mumkin. Lekin ichida katta farqlar bo'ladi. Bir odamning ish staji 25 yil, boshqasiniki 37 yil. Birining ish haqi yuqori bo'lgan, boshqasining kam bo'lgan. Birda nogironlik bor, boshqasida yo'q. Birining hujjati arxivdan topilgan, boshqasiniki topilmagan. Shuning uchun kimdir sentyabrda qo'shimcha 300 ming so'm olsa, bu hamma uchun umumiy to'lov degani emas. Ikkinchi nozik jihat, pul kartiga tushgan bo'lsa ham, uning nima uchun tushganini bilish kerak. Ba'zan pensioner kartasiga odatdagidan ko'proq pul tushadi va u xursand bo'lib ishlatib yuboradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, bu bankdagi texnik xatolik yoki boshqa to'lov bilan aralashib ketgan. Aksincha, ba'zan haqiqiy qayta hisob bo'ladi. Shuning uchun pul tushganda bank ilovasida izohni ko'ring, pensiya bo'limidan so'rang yoki SMS xabarni saqlab qo'ying. Qo'shimcha tushdi degan xabarni ko'rishning o'zi yetarli emas. Uning manbasini bilish muhim. 3-xato, bank kartasi muddati tugaganini bilmaslik. Ko'p pensionerlar kartani faqat pul yechish uchun ishlatadi. Karta muddati tugasa, hisobga pul kelishi kechikishi yoki yechib olishda muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa sentyabrda hamma shoshilgan paytda bankka borish, navbat kutish qiyin bo'ladi. Shuning uchun kartaning amal qilish muddatini oldindan tekshiring. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, PIN kod unutilgan bo'lsa yoki SMS xabarnoma ishlamasa, buni pensiya kuni kelishini kutmasdan hal qiling. 4-nozik jihat manzil o'zgarishi. Pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tgan bo'lsa, vaqtincha farzandinikida yatkash bo'lsa yoki doimiy ro'yxat o'zgargan bo'lsa, ayrim ijtimoiy yordamlar bo'yicha ma'lumotlar yangilanmagan bo'lishi mumkin. Pensiya odatda davom etadi, lekin mahalla orqali beriladigan yordam, uy-joy
Kommunal kompensatsiya yoki ijtimoiy ko'makda manzil juda muhim. Agar siz hujjatda bir joyda, amalda boshqa joyda yashasangiz, yordam olish jarayonida savollar paydo bo'ladi. 5-xato og'zaki gaplarga ishonish. Falonday pul tarqatilayotgan emish. Sentyabrda hamma pensionerga 1 million berilar emish. Pasportni yuborsangiz pul tushar emish degan xabarlarga ishonmang. Men alohida ogohlantiraman. Hech qachon bank kartangiz raqam bilan birga SMS kodni, PIN kodni, pasport rasmini begona odamga yubormang. Haqiqiy davlat to'lovi uchun sizdan Telegram orqali karta paroli so'ralmaydi. Firibgarlar aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Ular sizga kompensatsiya chiqdi deydi. Keyin kod so'raydi va kartadagi pulni yechib oladi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va rasmiy tashkilotga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 6-nozik jihat arx hujjatlari. 1990-yillar, 2000-yillar boshida ishlagan ko'p odamlarning ish haqi yoki staj ma'lumotlari to'liq elektron bazada bo'lmasligi mumkin. Agar o'sha davrdagi ish staji pensiyaga qo'shilmagan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Ba'zan korxona yopilgan, nomi o'zgargan, arxivi boshqa joyga topshirilgan bo'ladi. Odamlar shu yerda to'xtab qoladi. Lekin men aytaman, agar staj haqiqatan bo'lgan bo'lsa izlashga arziydi. 3 yil, 5 yil yoki 8 yil staj pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. 7-masala pensiya miqdorini tekshirmaslik. Ko'p pensionerlar davlat o'zi hisoblagan, demak to'g'ri deydi. Albatta, tizim bor, mutaxassislar ishlaydi. Lekin insoniy xato, hujjat yetishmasligi, bazadagi nomuvofiqlik bo'lishi mumkin. Siz o'z huquqingizni tekshirsangiz, bu nizolashish degani emas. Bu oddiy moliyaviy savodxonlik. Har bir odam o'z pensiyasi qanday shakllanganini bilishga haqli. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz sentyabr oyida o'zingizga tegishli qo'shimcha pul, qayta hisob yoki yordamni o'tkazib yubormaslik uchun aniq nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiya tushumlaringizni tekshiring. Bank kartangizga oxirgi 3 oyda qancha pul tushganini yozib chiqing. Iyulda qancha? Avgustda qancha? Sentyabrda qancha tushdi? Agar sentyabrda ko'proq tushgan bo'lsa, farq qancha? Masalan, avval 1 million 6 ming so'm tushgan, sentyabrda 20 million 20 ming so'm tushgan bo'lsa, 7 ming so'm farq bor. Bu farq nima hisobidan kelganini aniqlang. Bankdan ko'chirma oling yoki bank ilovasidan ko'ring. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank karta rekvizitlari, yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumotlar tayyor turishi kerak. Agar turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa va boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq masalani tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, nikoh guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi va marhumning ish stajiga oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda menga pul bering deb emas. Aniq savol bilan boring. Masalan, mening pensiyam oxirgi marta qachon qayta hisoblangan? Mehnat stajim to'liq hisobga olinganmi? Pensiyamga qo'shilmagan davrlar bormi? Men ishlagan davrlar elektron bazada ko'rinyaptimi? Sentyabr oyidagi to'lovimda farq bo'lsa, nima sababdan deb so'rang. Aniq savol bersangiz, aniq javob olish osonroq bo'ladi. 4-qadam, ariza yozishdan qo'rqmang. Agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, pensiyani qayta hisoblash haqida ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turini ko'rsating. Keyin mening falon davrdagi ish stajimni va ish haqi ma'lumotlarimni hisobga olib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman mazmunida yoziladi. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Eng muhimi, ariza topshirganingiz haqida qabul qilingan sanani yoki ro'yxat raqamini saqlab qo'ying. 5-qadam, mahallaga boring. Agar siz yolg'iz yashasangiz, daromadingiz kam bo'lsa, davolanish xarajatlaringiz ko'p bo'lsa, uyda nogiron farzand yoki parvarishga muhtoj odam bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. U yerda ijtimoiy yordam masalalari bo'yicha mas'ul xodimga holatingizni tushuntiring. Mening pensiyam shuncha, dori xarajatlarim shuncha, kommunal to'lovim shuncha, yordam olish imkoniyatim bormi deb so'rang. Hamma yordam avtomatik berilmaydi. Ba'zan komissiya kelib sharoitni o'rganadi, hujjatlarni ko'radi va xulosa qiladi. 6-qadam,
Agar onlayn xizmatlardan foydalana olsangiz, My.uz yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni tekshiring. Farzandingiz, nabrangiz yoki ishonchli yaqin odamingiz yordam berishi mumkin. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'ling. Faqat rasmiy saytga kiring. Begona havolarga bosmang. SMS kodini hech kimga bermang. Agar kimdir, men sizga yordam beraman, kartangiz kodini ayting desa, bu yordam emas. Xavf bo'lishi mumkin. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yozma javob talab qiling. Og'zaki sizga tegishli emas degan gap bilan to'xtab qolmang. Rasmiy yozma javobda nima uchun rad etilgani, qaysi hujjat yetishmagani yoki qaysi me'yor asos bo'lgani ko'rsatiladi. Shundan keyin siz hujjatni to'ldirishingiz yoki yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatingiz madaniyatli, aniq va hujjatli bo'lsa, natija olish imkoniyati yuqori bo'ladi. 8-qadam, oilangiz bilan moliyaviy reja qiling. Agar sentyabrda qo'shimcha pul tushsa, uni darhol keraksiz xarajatlarga ishlatib yubormang. Avvalo dori-darmon, qarz, kommunal to'lov, oziq-ovqat, kuz-qish mavsumiy ehtiyojlarni birinchi o'ringa qo'ying. Masalan, 300 ming so'm qo'shimcha tushsa, bidayatim mingini dori uchun, bidan mingini kommunal to'lov uchun, yetar mingini zaxira uchun ajratish mumkin. Kichik pul ham to'g'ri taqsimlansa katta yordam beradi. Yana bir muhim maslahat, pensiya masalasida har yil kamida bir marta o'zingizni tekshiruvdan o'tkazing. Sog'liq uchun shifokorga boramiz. Mashina uchun texnik ko'rikdan o'tamiz. Lekin pensiya hujjatlarimizni yillar davomida ochib ham ko'rmaymiz. Vaholanki pensiya sizning har oygi daromadingiz. Undagi kichik xato yillar davomida katta pulga aylanishi mumkin. Oyiga 90 ming so'm kam hisoblangan bo'lsa, 1 yilda 96 ming so'm, 3 yilda esa 2 million ming so'm bo'ladi. Shu sababli mayli shuncha bo'lsa ham bo'ladi demang. O'zingizga tegishli miqdorni biling. Hurmatli tomoshabinlar, sentyabr oyida 25 yoshdan oshganlar va pensionerlar uchun moliyaviy jihatdan yoqimli imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Kimdadir pensiya qayta hisoblanadi, kimdadir staj qo'shiladi, kimdadir ijtimoiy yordam chiqadi, kimdadir bank yoki hujjat muammosi hal bo'lgach kechikkan to'lov keladi. Lekin bu hamma uchun bir xil avtomatik sovg'a degani emas. Eng to'g'ri yo'l tushumlarni tekshirish, hujjatlarni tartibga keltirish, pensiya bo'limi va mahalla bilan aniq savollar orqali bog'lanish, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Men sizga ekspert sifatida bitta gapni aytaman. O'z huquqingizni bilsangiz, pulingizni ham, vaqtingizni ham, asabingizni ham himoya qilasiz. Bugun videoni ko'rganingizdan keyin kartangiz tushumlarini tekshiring, hujjatlaringizni ko'zdan kechiring va agar shubha bo'lsa, rasmiy tashkilotga murojaat qiling. Sizda sentyabr oyida pensiyangizga qo'shimcha tushdimi yoki aksincha kechikish bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qardoshlaringiz bilan ulashing. Chunki ba'zan bitta to'g'ri maslahat pensioner insonning bir oylik xarajatini yengillashtirib yuborishi mumkin.